Mana do'stlar, bizlar Xudo xolasa Qonli, Do'sonbek, Molla Juman, Mergubat bo'ylab yo'lga chiqdik terazi xizmatine. Do'stlar, mallar bo'lsa aytaveringlar, skidga bilan o'lchab tashiymiz bugun barini. Mana shu bizlar yo'ldamiz hozir Xudo xolasa. Mana Xudo xolasa terazimiz yonimizda o'zgarimizsin. Mana aparatura turibdi. Aka Xudo xolasa podpiska va komment kutib qolamiz sizlardan do'stlar. Bizlarda 3000 4000 odam ko'rib turibdi, lekin podpiskamiz yo'q bizlarda. Podpiska bosib shu obuna bo'laringlar do'stlar. Mana Xudo xolasa bugun yaratan xizmatlarimiz Molla Jumonda. Bugun chesla ataka 30'mi? 30 chesla kuni minagi. Birinchi oy 30 chesla. Ana menda mol Xudo xolasa. 453 kilo. Ana zo'r. Zakonni mol zo'r o'zgardi. Ana xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Xudo xolasa ana shunda deb o'lchab beraveramiz, shikka etib. Hava. Şu gullarning ichida tur o'lchab turgan terazilardan biri shu. Shu biri shu bo'lsa ham shu terazi shu. Shu bolaning terazisi. Ana Xudo xolasa ikkinchi molimiz. Ana sipet. Janvar chichibam menda. Kalasi bir turi kelsin debdi. Ana 443 kilo. 443. Usta qiziqqa o'lchab ko'ryotir quru mollarni. Mollarning bo'lsa Xudo xolasa aytaverasizlar. Ko'rgandan keyin shu podpiska bosib, obuna bo'lib ketinglar. Yana shunday yaxshi o'zlar bo'lsa chiqarib menga Instagramga qo'yamiz. Ana ekan mollari. Ana Xudo xolasa birat ana yakka shax degani teatr. Ana biratning mol. Ana biratning Xudo xolasa este sindirib vermesin. Attaka selgina bir Ana Xudo xolasa obuna bo'lib podpiska bosinglar. Menga 3-sini o'lchayotamiz Xudo xolasa Alloh nasib etsa. Bir oyog'ini selgina urib verin. Ana